Herbalife shu bitta narsa qila olmaydi. Nima? Faqatgina shu burun bitishiga davo qila olmaydi, bo'ldi. Boshqa hamma narsaga Foydasi bor. Da, davosi bor. Burun bitishiga ham davosi bor-ku. Aloy tomizaladi. Mana aloy. Mana o'zimizdan shu Herbalife aloy tomizaladi. Ya'ni unda aloy modda olib tashalganligi uchun bemalol bolaga ham bersa bo'ladi. Prosta klinik исследование 18 yoshgacha kattalar 18 yoshdan kattalarga qilingan. Shuning uchun ko'p holatda anaqasida yosh bolalarga mumkin emas deb yoziladi. Tomizasan, ichasan. Herbalife men bitta eng yaxshi ko'rgan narsam Herbalife'da bu клеточный питаниялigi, ya'ni hujayra ovqat. Hujayra o'zi o'lgan hujayrani chiqarib, tirik hujayrani восстановить qilib bergandan keyin, ya'ni ham o'sha hujayralaring ko'p bo'lgandan keyin organizm o'zini o'zi восстановить qiladi. Alloh bizdan shunaqa nima deydi, mukammal qilib yaratgan. Faqatgina biz masalan kechasi uxlamasligimiz yoki kimlardadir qanaqadir gormonalniy sboylar, nafaqat ayollarda, balki erkaklarda ham bo'ladi gormonalniy sboylar. O'sha pitaniyalarni hisobiga bizda har xil kasalliklar kelib chiqadi. Ko'pchilik sport bilan shug'ullansa ozg'in bo'ladi, lekin buni dunyo bo'yicha, o'sha meditsina bo'yicha ham tasdiqlangan. 80% pitaniyaga, 20% sportga bog'liq. Masalan, seni burun bitishingni o'sha nima sababdan bitayotganligini bilib turib, programma asosida tomizasan, ichasan. Ana endi undan keyin rezultatni ko'rasan. To'g'ri, ko'pchilik bugun ichdim, ertaga foydasi bo'lmadi deydi yoki bo'lmasa kokteyllar yoki boshqa Herbalife mahsulotlarni qildim, foydasi bo'lmadi deydi. Lekin 20 yoshgacha yoki 18 yoshgacha noto'g'ri ovqatlanib, noto'g'ri turmush tarzida bir qancha muammolar kelib chiqqandan keyin uni bir kunda yoki 2 kunda hal qila olmaysan. Hamma narsa постепенно, sekin-sekin hal bo'ladigan narsa.